Mas'ud. Aka. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Rahmat. Ha. Bankdan keldik. Yaxshi-da. Sizdami 6 oy oldin kredit olib ketganingiz? Ha, Hazil akam summa emas, bir oyni ham to'laganingiz yo'q. Oqibatini ogohlantirganman-a? Men borganman xolos, men olmaganman. He? Men o'z qo'lim bilan rasmiylashtirganman. Qarachi. Ho'kizbek molingiz nomiga olingan ekan. Ha, endi kim qamaladi? Mol? Mol. To'lab beraman desa ishonibman molga o'xshab. Yana bir marta telefon qilsang qo'lingni sindiraman. Vobshe qilma menga telefon. Tog'a, kim telefon qilyapti? Bankdan krediting to'lab qo'y deyapti-da. Ha, to'laving? Qayerdan to'layman? Ana oymomonlarim ko'rinib yotibdi. Sotadigan ishlama qolmadi, yopib yuborgan. Tog'a, shu masalani hal qiladigan bitta mutaxassis bor. Hozir chaqirib kelaman. Bor chaqirchi. Tog'a, Uyda dizayni zo'r ekan-a. Mo botilkada yana ikkita yo'qmi? nima? Uchtasini ming sotsa bo'ladi-da. Kim buni Timirski? Bu aka tabletkaga o'tirib qolganiga 5 yil bo'lgan. Uyda hech narsasi qolmagan. Hammasini olib sotib yuborgan. Hozir yordam beradi sizga. Menga qanday yordam beradi bu? Nimani qayerga sotishni yaxshi biladi-da. Shuncha xazina boylikni ochiqlikni saqlayotganingizni qarang-ki, taraf ko'zim ham tushmagan ekan. Tak, men hisobladim, 2 million 450 ming narsa bor. Agar uni devorning ichida to'sinni sug'urib solsak, 3 million 280 ming bo'lar ekan. Где-то 2 oylikda olib olsak bo'ladi. Bizni Rossiyadan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga zo'r tavsiya. Tezda telefonda olinglar-da, tanga pay degan ilovani o'rnatib olinglar. O'sha ilova orqali siz O'zbekiston Uzcard Humo Visa kartaga bemalol pul jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari uyingizga dollarda naqd pul jo'natsangiz ham bo'ladi. O'sha ilovani o'zidan siz uyingizni gaz, suv, svet, kommunal muammolarini shunday to'lab hal qilib olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, tanga payda ishlatib ko'ring. Xo'ja, bitta buncha ish ko'p. Ha, ko'p bo'ladi-da, yangi ochganimizdan keyin do'konni. Ha, o'sha ishlarni o'zingiz qilib qo'ysangiz 50 ming berardim. Siz oyligingizni ko'p beryapmizmi biz? Plyus ko'payib ketdimi shuna? Xo'jayinga pul berish ishlatadigan. Ya, endi Men shuncha ishni qilsam, sen nima qilasan? serialim o'tib ketib qolyapti-da, o'shani ko'rmoqchi edim. Hozir men senga serialingni ko'rsataman. Menga qara O'rxanbek, mana telefonni ol. Bunga eski klientlarimiz telefon qiladi, mebelchi ustalar. So'raydi, qayerga ochding yangi do'konni? Desa, yangi bozorga dasafta oldiga deysan. Ana o'qi, nima deb qo'ygan? Divano. Mana shu yerga chaqirasan mebelchi ustalar. Tushundingmi? Endi yurish kerak. Qara, Formula brendni ko'ryapsan-a? Biz mana shu brendni vodiyda deyiladi biz. Mebelchi ustalar senga telefon qilib, assortiment so'rasa, molga o'xshab turma. Buni deysan, qara. Mana paralon machalkalar, mana bitta kleylar, mana bitta prujinalar bor. Mana shular bizda eng arzoni. Vodiyda deyiladi biz. Undan tashqari mexki mebellarga 200 xildan oshiq materiallarimiz bor deysan. Ko'ryapsan-a materiallarni? Tushundingmi? Ha? Nimani tushunding? Keyingi seriyada Komon Soydari portlab ketar ekan. Hali 50 ming qayerda? O'shani ber. Nima qilasiz? O'zim ishlayman degani babi. Tur yo'qolsan, ishdan bo'shading, ber 50 ta. Tog'a, yoz ham o'tib ketyapti. Odamlarga o'xshab dachaga chiqaylik biz ham. Menga qara. Shu yili chidab dachaga bormay tursang, Qo'qon Citydan 2 xonali uy bosib olamiz. Men o'rganib chiqdim, qara. Tomida basseyni bor ekan. Zelyonning zonasi bor ekan, tomda kabob yesang bo'lar ekan. Xullas, mana shu uydan 20 ta ekan, 20 dan ortiq quloyligi bor ekan. Tog'a, bu Amerikan beryapti. Boshqa qimmat bo'lsa kerak bu uylar. Sotib olishni yo'li bor ekan. Mayari, hali to'yga yig'ib qo'ygan puling qancha bo'ldi? 45 million bo'ldi, tog'a. Menda 4 million bor. 49 millionga 2 xonali uyga bosh to'lov qilamiz. Keyin oylik to'lovini 60 oy 5-5 qilib to'lab yuramiz. Ha, bo'lmasa o'rtada to'laymiz ekan-da. Sen 5 million, men 500 ming qo'shaman, 5,5 milliondan to'lab yuraveramiz. Faqat bitta shart bor. Uyni men nomimga olamiz.